Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bank kunimni qanday qilib rejalashtirishim haqida ko'rib chiqamiz. Va bu darslikda siz kuningizni qanday qilib rejalashtirish, Notion platformasida o'zingizni kundalik rejangizni tuzishni o'rganasiz. O'zi nimaga kundalik reja qilishimiz kerak deydigan bo'lsangiz, oson qilib tushuntiraman. Mana tasavvur qiling. Sizdan kimdir vaqting bormi deb so'radi. Siz ha ham deya olmaysiz, yo'q ham deya olmaysiz. Chunki sizda mana reja yo'q. Agar siz ha deydigan bo'lsangiz, u sizga o'zi qilish kerak bo'lgan ishni buyurib tashlaydi. Siz o'zingiz ishingiz o'rniga uni maqsad yo'lida harakat qilib berasiz. Yana bitta misol, mendan so'rashdi, 15-kuni syomka qilamiz, qatnasha olaysanmi? Yo'q, qatnasha olmayman. Chunki mana u kuni dam olish kunim. Ertasi kunicha? Yo'q, ertasi kuni shogird qidirishim kerak. Indinga ha, 17-kuni bandmasman. Mana shunaqa qilib, bir necha kun oldingi rejangiz aniq bo'lsa, sizni boshqalar kontrol qila olmaydi. Ya'ni siz o'zingizni rivojlanishingiz uchun ko'proq vaqt ajrata olasiz. Aynan mana shu yo'lda. Xo'p, tushunarli bo'lgan bo'lsa, qanday qilishni o'rganamiz. Kompyuteringizdan Notion deb qidirasiz. Notion. Va bu platformaga kelib chiqadi. Bunga bosamiz. Agar siz ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, xuddi shu sahna ochiladi. Men oldin ro'yxatdan o'tganim uchun mana bunaqa shu akkauntdan kirasanmi deb so'rayapti. Men shu akkauntdan kiraman. Agar siz akkauntingizdan kirmagan bo'lsangiz, login qilasiz. Xo'p. Kirganda bizda har xil narsalar chiqadi. Mana misol uchun darsliklar yoki content. Sizda pustoy bu zona pustoy bo'lib turadi, mana bunaqa chiqadi. Hozir. Mana siz endi ochganingizda mana shunaqa sahna bo'ladi. Endi keling shuni hozirdan xuddi shu sahnadan mana bunaqa chiroyli kundalikka o'tkazamiz. Mana shunaqa chiroyli kundalik rejasiga o'tkazamiz. Xo'p. Endi sizlarda shunaqa page ochildi. Bu yerga nima deydi? Pagening nomini yozasiz, ya'ni sarlavhasini yozasiz. Xo'p, aytaylik kundalik. Ikonka bu yerda add icon bor. Bu yerdan ikonka qo'yishingiz mumkin. Aytaylik, mana ham yaxshi tushdi. Mana qo'ygan bo'lardim. Xo'p. Bu yerda add cover bor, ya'ni obloshka joylash. Mana shunaqa obloshka joylash bo'ladi. Misol uchun bosdik, obloshka bor. Mana bu yerda change bor. Shuni bossanglar, o'zining galeriyasidagi rasmlarni qo'yishingiz mumkin yoki upload qilib o'zingiz o'zingiz qilgan rasmni qo'yishingiz mumkin yoki qat'andir Yandexdanmi, Pinterestdanmi bu rasmning silkasi bo'lsa, mana bu silkasini tashlashingiz mumkin. Xo'p, yonida yana mana bu oxirgisi bu yerda Notion'ning ichidagi Google. Bu yerda rasmlarni qidirsangiz bo'ladi. Misol uchun daily plan. Misol uchun mana bunaqa deb qidirdik. Aytaylik, mana bu ham chiroyli ekan. Bosdik. Mana. Xo'p. Endi nima qilamiz? Chiqdik. Endi ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu bitta tomoni o'rtada bo'lib qoldi tekst. Shuni to'g'rilashimiz kerak. Bu yerda 3 ta nuqtaga bosamiz. Bu yerdagi mana hammasini bosib ko'ring. Mana bu Ctrl Z qilib orqaga qaytarsa bo'ladi. Hammasini bosib ko'rib, nima vazifa bajarishini tushuna olishingiz kerak. Xo'p, bu yerda full width deganni bosib qo'ysak, mana shunaqa bo'ladi. Small text bor, tekstni kichiraytiradi, mana ko'rayotgan bo'lsangiz. Bizga tekst kichkina bo'lishi shart emas, katta turaversin. Xo'p, endi bu yerda aytayapti, press space for AI. Mana bu probelni bosadigan bo'lsak, mana bizda AI kelib chiqadi. Bizga lekin u narsa kerak emas. Mana bunaqa teshik tayoqchani joylaydigan bo'lsak, har xil nima deydi? Yordamchilar kelib chiqadi. Bularni ham hammasini o'zingizda sinab ko'ring. Nimadir yoqmay qolsa, Ctrl Z qilib yoki delete qilib yuborsa bo'ladi. Hammasini o'zingizda sinab ko'rishingiz kerak. Xo'p, bizga hozir nima kerak? Kalendar view kerak. Mana, kalendar view. Kal deb yozganimda kalendar view chiqdi. Shuni bosamiz. Mana. Endi bu yerda kalendarni nima desa bo'ladi? Kalendar shunchaki kelib chiqdi bizda. Bu yerga yozishimiz mumkin. Oylik plan. Mana. Xo'p, oylik plan. Shunaqa bo'ldi. Endi aytaylik bizda ertaga syomkamiz bor. Nima qilamiz? Mana bitta plus bor. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Plusni bosamiz.
kundalik deb qo'yaman shunchaki. Endi text bizga kerak emas, o'zalik qilib yuboramiz. Add priority bor, ya'ni prioritet qo'shish. Mana shuni bosamizda nima qilsa bo'ladi? Text, birinchi o'rinda text. Muhim. Tekstga men muhim deb nom berib qo'ydim. Misol uchun ertaga eng muhim ishim nima? Syomka qilish. Syomka. Mana. Syomka qilish deb yozdim. Syomka. Xo'p, bo'ldi shu bilan. Va endi mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, xunuk bo'lib turibdi. Kundalikda faqatgina nomi o'zi kichkina turibdi. Endi hozir shunga maniga syomka deganimiz bor-ku, shu ko'rinib turishi uchun bu yerdan nastroykaga kiramiz. Mana tepadagi 3 ta nuqtaga emas, mana bu yerda settings bor. Faqat bu kalendarning settingsi. Umumiy Notion'niki emas, kalendarniki faqat. Settingsga kiramiz va mana bu yerda prioritet ko'riladigan prioritetlar deyapti. Bu yerda faqat bittagina turibdi. Faqatgina ism ko'rinsin deb biz nima deydi? Komanda berganmiz. Shuni men muhim deganni ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana. Endi bizda nima bo'ldi? Kundalik, syomka ham qo'shildi. Kundalikda eng muhim narsamiz demak syomka ekan, 13dagi. Har doim ichiga kirib, nima qilishim kerak ekan, muhim ishim nima deb ko'rib o'tirmaysiz, shunchaki ko'rib ketsangiz bo'ladi. Endi ichiga kiramiz kundalikni. Bu yerga ham yana press space for AI yoki mana bu qiyshiq tayoqcha, mana bu yordamchilar uchun bosamiz qiyshiq tayoqchani. Hammasini belgilab ko'rsatadi. Bizda bor to-do list. Mana misol uchun kamera olib kelish, enterni bosib pastga tushiramiz. Keyin aytaylik aytaylik shunaqa narsa. Bu yerda siz mana bu check qo'yib ketaverasiz qilinganiga. Yaqinda men bu narsani o'zgartirdim, ya'ni to-do list bilan ishlamaydigan bo'ldim. Nimaga deydigan bo'lsak, aytaylik men bir kunda 8 soat uyg'oq yuradigan bo'lsam, aynan mana shu ishlarni qilishim uchun menga 5 soat yetadi va qolgan 3 soati menda bekorchilikka ketib qoladi. Nimaga deydigan bo'lsak, kundaligimni, ya'ni hamma cheklarni urib bo'ldim, o'sha bo'ldi, boshqa ishlamayman degan narsa bo'lib qoldi. Va kunning qaysi qismida bo'sh bo'laman, kunning qaysi qismida band bo'laman, shu narsalarni aniqlashtira olmasdim. Hozir zo'r yo'lini topganman, sizga men shuni ko'rsatib ketaman. Bu yerda udalit qo'yamiz. Udalit qilib yubordik. Yana boyaga qiyshiq tayoqchani bosamiz va nima deymiz? Call out bor. Shuni bosamiz. Bu yerda hechga turibdi. Buni x qilib qo'yamiz. Aytaylik nima? 9:00 dan 10:00 mana shu oralikda nima qilishim kerak ekan? Kamera olib kelish. Mana shu vaqt oralig'ida shu ish qilishim kerak. Mana bitta ko'rasizlar, 6 ta nuqta bor. Bu nima deydigan bo'lsak, buni aynan shu call outni nastroykasi. Xo'p, mana bitta qilishimiz mumkin. Color bor. Colordan mana qilib qo'ysangiz, misol uchun call outni. Bir kun davomida qilinmadimi, qizil qilib qo'ysangiz bo'ladi shunaqa. Yoki mana dublikat qilsangiz bo'ladi. Dublikat mana dublikat bo'ldi. Keyingisi aytaylik 11 dan 13 gacha syomka qilish. Misol uchun, Xo'p. Endi aytaylik eng muhimini shu yerda yozib bo'ldik. Nima qilsa bo'ladi? 9 dan 10 gacha kamera olib kelamiz, ya'ni jarayondami? Mana bu x turgandan biz soatcha qilib qo'ysa bo'ladi. Soatchami farqi yo'q, shunchaki menga soat yoqqani uchun soatcha qilib qo'yaman. Va bu yerda 6 ta nuqtani bosib, colorni ham o'zgartirib qo'ysa bo'ladi. O'zingizga yoqadigan misol uchun aytaylik sariq. O'zi bizda jarayonda bu narsa, shu sababdan endi bu sariq rangga kirdi. Tayyor bo'lgandan keyin yashil bo'ladi. Aytaylik mana soatchani ustiga bosamiz yana. Tayyor. Olib keldik biz kameradan. 10:00 gacha olib keldik. Endi colorni biz yashil qilib qo'yishimiz mumkin. Mana. 1 kunda endi shu narsani qildik, kamerani olib keldik.
bu 6 tani tutani bosib, yana duplikatsiya qilib, umumiy kunlikni ko'rib ketsa bo'ladi. Nimaga men bunaqa qilman? To-do list oson-ku, to'g'ri. Bitta yozaman, epitech ko'rsam bo'ldi. Men bu rang o'zgartirib, nimadir qilib o'tirishim kerak emas. Bu yerda men ko'ra olaman, nima? 9 dan 10 gacha kamera olib kelaman. 11 dan 13:00 gacha syomka qilaman. Demak, 10 dan 11 gacha vaqtim bor. Men 10 dan 11 gacha nima qilishni rejalashtirmaganman. Kimdir mendan yordam so'raydigan bo'lsa yoki nimadir ishim chiqib qolsa, aynan shu 10 dan 11 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida qo'yaman. Bu aynan shu narsada yordam bergani uchun men shu strategiyaga o'tdim yaqinda. Xo'p. Endi ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda menga yoqmayotgan bitta narsa bor bu sahnada. Kundalikni oldida ko'rayotgan bo'lsangiz emoji. Emoji yo'q. Ya'ni emoji bor, hozir noshuni o'zining ikonkasi. Bu narsani o'zgartirsak bo'ladi. Mana bu yerda yana add icon, ikonka qo'shish bor. Bu yerda yozsa bo'ladi mana. Men kundalikni qo'ymoqchiman. Mana. Endi bu ancha ko'zga yoqimli bo'ldi. Xo'p, syomka qilish eng muhimi mana. Shu holatga keldi bizda. Endi men o'zimni kundaligim qanaqa tuzishim, manba nechadir kunliklarni tuzib qo'yishim haqida siz bilan bo'lishmoqchiman. Xo'p. Men maqsadni shuni ochganman-da, ichiga qilib ketganman eng pastida. Kundalik rejalar. Fevral oyi. Misol uchun 3-sanada, ya'ni 3-fevralda nima qilganman? Kontentni taxlagan ekanman, video joylaganman, Excel uchun 2 ta ssenariy yozganman. 3 ta offerlik sayt qilgan ekanman. Mixaildan bitta videosini yozib chiqqan ekanman. Xo'p, yaxshi. Endi yana misol uchun 7-fevralda syomka qilgan ekanmiz. Kundalik yozish, syomka qilish. Syomka qilganman. Epitech ko'rish ismi chiqib qoldi. Xo'p. Menda kunligim shunchalik anaqa taxlanib turgan bo'ladi. Men hozir bugun 12-chi, aytmasam 12 dan oshdi. Biz soat 1da, kechki 1da syomka qilamiz. 12-sanada, ya'ni ertalab syomka bo'ladi bizda. Ertasi kuni ham syomka bo'ladi, indinga ham syomka bo'ladi. 15-da dam olaman. 16 kuni shogird qidirishga e'lon beraman, maqsaddosh har xil platformalarda. Bu degani 16gacha men nima qilishim tayin. Qachonki siz o'zingiz kuningizni rejalashtirishni boshlasangiz, shundagina nima qilayotganingizni ko'rib bora olasiz. Ya'ni kimdir sizdan vaqting bormi desa, yo'q ham deya olmaysiz, ha ham deya olmaysiz. Ha desangiz, u o'zini ishini buyuradi, tipa yordam bera oladi deb. Agar yo'q desangiz, tipa nimaga deydi? Men bitta keltirib bera olasiz siz. Mana shu kuni, mana shu soatda, mana shu soatgacha vaqtim bor. Mana shu soatda, mana shu soatgacha vaqtim yo'q, bandman. Aynan shu narsalarda bu sizga yordam bera oladi. Va umumiy siz nimalar qilayotganingizni mana bitta ko'zingiz oldida ko'rib keta olasiz. Harakat qilasizmi yoki umuman harakat qilayotgandek o'ylayapsizmi o'zingizni? Aynan shu joyda o'zingiz ko'rib ketsangiz bo'ladi harakatlaringizni. Videomiz shu joyda tugadi. Umid qilamanki, bundan keyin kundalik reja tuzishni boshlaysiz. Agar videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'ling.